Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 11-mart. Mana Silos varianti degan joyimiz, xudo xolasa. Birinchi ishlovni boshladik bu yerga ham. Traktor pluglab chiqib ketdi. 25-mart kuni mana tekislangan holati. Agat olishga tayyor yer. Raketa qildirdik bu yerda. Girdil desa ham bo'laveradi, raketa desa ham bo'laveradi. Ya'ni o'sha pluglangandan keyin tekislov. Mana yerda holat. Mana joyimiz 1 gektarlik don variantiga degan joyimizdan mana o'sha pluglanib, bundan keyin mana tekislanib ham bo'ldi holati. O'sha tekislangan holat. Katta klass traktor tekislayapti. Hozir u nari katta poliyamizni tekislayapti traktor mana. Agatni olib makkani eksak bo'ldi, xudo xolasa. Vaqti ham kelib qoldi o'zi ekadigan payti. 28-mart 2026-yil mana Silos ekamiz degan kartamiz tayyor. Ocharini ham oldirib qo'ydik. Ocharini 70 ga oldirdik. Urug'larni olib kelib qo'yganmiz. Ekish jarayonida qaysi urug' qanday ekiladi video qilamiz, xudo nasib qilsa. Xo'p, bu yerga rasxotimiz 700 mingga yerda pluglov bo'ldi, 500 mingga tekislov, 500 mingga ocharni olib chiqib ketdi traktor. Jami 1.700 ming. Endi bu rasxotlarni aytish, yozib borish şimdi sababi ikkita. Birinchisi, hozir ikkita poliyani obzor qilyapman. Sababi bittasi Silos, bittasi don varianti. Don variantini ekkan yaxshimi yoki Silos variantinimi? Qaysi biri kam rasxot, ko'proq daromad, qaysi birini mehnati yengil? Maqsadim o'sha. Ikkinchisi, donni 1 kilo don, 1 kilo makka nech pulga tayyor bo'ladi? Oxirida o'shani chiqarishga harakat qilaman. 1 kilo Silos nech pulga tayyor bo'ladi? O'shalarni chiqarish uchun har bitta jarayonni video qilib, rasxotlarni har bittasini yozib yuribman hozir. Narigi don ekadigan poliyamizga ham o'taman. Kecha video qilib qo'yaman. Mana don variantiga degan joyimiz ham tayyor. Agatlari olindi. 70 ga oldik bu yerda ham. Bu yerda sal tuprog'i mayilroq chiqdi. Silos variantidan ko'ra yaxshiroq, chunki bu yerga ikkinchi yili go'ng tashardi. Go'ngda ancha foydasi bor ekan. Bilinib turibdi. Bu yerga rasxotini hisoblaydigan bo'lsak, 700 mingga pluglov bo'ldi, 500 mingga tekislov bo'ldi, 500 mingga ochari olindi. Общий u yoqda go'ng tashash rasxoti bordi, 3.250 ming. Ham qo'shamiz. Mash holatga kelguncha 4.950 ming rasxot bo'libdi. Mana 1 gektar don variantiga. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning kanalimiz yangi. Instagram, Telegram, YouTube obuna bo'lib qolsalar, tez kunda yana boshqa yangiliklarimiz ham bo'ladi. Endi yangi ish boshlaganmiz. Onlayn internetda chorva, mol, qo'y sotuvni yo'lga qo'yamiz o'zimiz. Obuna bo'lib qolsalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.